Assalomu alaykum dada. Yaxshi o'tiribsizmi? Keldingmi? Alaykum assalom. Shopda oldimmi? Qani oldingiz dada? Ammenikidan oldim o'g'lim. Ammamlarga shopda olib bormi? O'zimizni bog'da shopda olyam, onaram bor. O'g'lim, sen qiziqqan uy ishiga ham. Ha, bo'ldi, hop qiziqaman dada. Zo'r velosiped ekan-a dada? Kim velosipedi bu? Biz velosiped o'g'lim, 1 yildan beri minaman-u. Qiziqmaysan-da uy ishlariga. Sen de ko'zingni och, qiziqqin, bolam. Dadam to'g'ri aytyapti. Haqiqatan sal uy ishlariga qiziqib qo'yishim kerak. Mana dada. Nimalar ko'taribsan o'g'lim? Endi uyga qiziqmaysan deganingizga kartoshka oldim, ro'zg'orga piyoz oldim, sabzi olib keldim dada. Molsan desam xafa bo'lasan o'g'lim. Yana nima qildim mollik qilib? 6 soti yerimizga sabzi, piyoz, kartoshka, sholg'omgacha ekib qo'yganman. Qiziqmaysan-da? Endi olib kelib qiziqsa ham bir gap. Ey. Nima to'palang? Nima so'kyapsan nevara? Uy ishlariga qiziqmaydi-da. Nimaga qiziqmaydi, qiziqadi. Esting meni. Ey, Ha dada. bora qo'ylarni yemini berib qo'y. Ha, bo'pti. Ketdi ana. Yaxshi-yu, ketdi. Qo'yimiz yo'q-ku dada, qiziqmaydi-da. Ay, qiziqib qoladi. Buni uylab qo'yish kerak. Sen ham shunaqa eding. Uylab qo'yganimdan keyin qiziqib qolgansan. Bu uylanishga ham qiziqmaydi. Nimaga? Google'ini titdim, toza hamma yo'q. Nimasi toza? Qiziqmaydi-da endi. Ha, bo'pti. Men mahalla komitetiga chiqib kelay. Hop. Pensiya kelibdimi? 2 yildan beri rais Murashidda qiziqmaysan-da, ota bola bir xilsanlar. Bor ayinga ko'ylagim dazmollasin.